Endi biz mush orqali, ya'ni mush axloqlarimizni tuzash orqali, bizdagi havasning keyniga kirmaslik orqali Allohga yaqinlashamiz. Bu xil havasimizning ustidan g'olib kelish ma'lum darajada tirishchanlikqa to'g'ri keladi. O inson degan ajoyib nurg'un tabiatlarga yaratilganmiz bayatni degandek. O jannatning yo'li unchalar tuz yo'l emas. Jannatning yo'li ashta qiyin yo'l. Qiyin yo'l. Ama yeni bir yolcu, insan o'zining tabiatining keynidan mangsa, havasining keynidan mangsa, o tizlam yo'l. Xuddi nurg'un qatim misolga oldim bu misolni. Oldimizda bizning yetib bormoqchi bo'lgan bir nishonimiz bormoqchi, biz ko'zimizga ko'rinib turibdi. Ammo bu biz bormoqchi bo'lgan yer sal egiz. Uning ustiga mangmoq tas, ya'ni qulay emas. Ammo yana bir yo'l bor. Başqa yoqqa ketadigan. O pes. Yani mangsak nayt tiz mengib ketimiz, ravan mangamiz, balki mashinlarimiz yoki velosipedlarimiz tiz biz küçümasdan, jafat atmasdan biz mengishimiz mumkin, ammo o bizga yapolmaydi. Jannatning yo'li ana shuna shaklda qanday qilinadi, tasvirlanadi hadislarda. Jannatning yo'li unda oson qulay yo'l emas. Sen eng avval birinchi qadamda o'zingdan g'olib kelishing kerak. O'zingni kontrol qila olishing kerak. Ya'ni o'zingni yenga olishing kerak. Buni men texmi aniq tushundirsam qarindoshlarga, sen bir ishni qilay deb o'zingni qildira oladigan, bir ishni qilmay deb qilishdan to'siy oladigan, ya'ni mana shuni qilmasam bo'ldi deb qilib soladigan, mana shuni qilsam bo'ldi deb qilolmaydigan holatni tugatishing kerak. Ya'ni o'zingni kontrol qilib, o'zingni xohlagancha idora qila olishing kerak. Bu birinchi yo'l. Birinchi yo'l. Mushu yo'ldan, mushu qadamni elish uchun badal to'lamay turib, boshqa yerga o'tkazilmaydi. Buni biz burundan tortib qarindoshlarga da'vatlarimizni deb kelgan o'zi bilan jihad qilish, nafsi bilan jihad qilish degan mushu. Balkim qarindoshlar o'zi bilan jihad qilish, nafsi bilan jihad qilish desa, qanday jihad qilish deydigandir balkim. Jihad bir maqsadga yetish uchun tirishchilik ko'rsatish degan bo'ladi. Buning eng oxirgi bosqichi dushmanni qurol orqali dushman ustidan g'olib kelib, dushmanni sening fikringga qarshi chiqolmaydigan holatga akilish. Sana qarshi tura olmaydigan holatga akilish bo'lsa, jihad. Buning birinchi qadami avval o'zingning ustidan g'olib kelib, o'zingning fikriga qarshi chiqmaydigan. Senin ideya fikringning g'ayrisi seni so'rab ketmaydigan, qilgan va ishni normal qila oladigan, mana shuni qilmasam bo'ldi degan ishdan cheklanadigan bir holatga akilishing o'zingni bu o'z bilan qiladigan jihad. Dushmanni yengib, sening gapingni anglaydigan holatga akilishdan burun o'zingni yengib, o'zingning gapini anglaydigan holatga akilishing zarur. Bu birinchi qadamdan olmay turib, ikkinchi qadamdan olmaydi. Avval sen o'zing bilan jihad qilsa to'g'ri, o'zingni kontrol qilsa, o'zingni gapga kirgizsa, undan keyin qurilish jihadini boshlaysanki, sen bir tuzuk bir odam bo'lsa. Oilangni bir sistemlik shaklda qurib chiqsa, atrofingdagi jamiyatingni qurib chiqsa, bu ikkinchi qadamdagi qurilish jihadi. Uchinchi qadamda Qur'on bilan jihad qilsa, to'rtinchi qadamda undan keyin sen qurgan kichik sendan tortib, o'zingdan tortib, oilang va jamiyatingdagi sen qurib chiqqan shu muhitni qo'g'dash uchun va kengaytirish uchun qurol orqali jihad qilishga vaqt o'tsa. Sen mayadni o'tolmay turib, ayaga bora olmaysan. Bizning bugungi axloq darsimizda, islom axloqi darsimizda, ya'ni savrchan bo'lish, oldirmaslik, masalalarga inchik qarash, bu turida islom axloqininki tilg'ilayotganimiz dal o'zi bilan avval o'zini kontrol qilish kerak inson. O'zini xolamaydigan ishlarni qilmaydigan bir holatga kelish kerak. Odatda bizning eg'ir masalamiz nerdan chiqadi desa, ya'ni o'zimizning gapini anglamaymiz. Ya'ni biz ulanmaymiz yani. Hammadan e'tirof qilamiz Alloh yo'lida chiqim qilish. O'zimizni chiqim qildirolmaymiz. Hamma bilan deymiz og'zimizda kechalari turib Alloh uchun yig'lash, yig'latammayotimiz.
Hemen davatımız periz, vacibatlarını tüzüp urunlaş, kıldıran mavatımız. Hemen davatımız ümmet yoluda, millet yoluda, bu din yoluda barlığımızın aşağı apran mavatımız, kıldıran mavatımız özümüzü. Yani özümüz gep anıltan mavatımız. Biz birinci kademdeki cihattan da halk ütemedik dahi.